Assalomu alaykum. Bugungi darsda kassadagi bir kunlik ish faoliyati odatda qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda smenar ochib olinadi. So'ngra zakazlar olib savdo qilishni boshlaymiz. Kassadagi faoliyat davomida faqatgina zakazlar qabul qilinib qolinmaydi, shuningdek bozordan turli xil mahsulotlar olib kelish maqsadida rasxod uchun ma'lum bir miqdorda pul chiqarish mumkin bo'ladi. Masalan, bugun uchun jami 500 ming so'm miqdoridagi bozorlar ro'yxati mavjud bo'lsa, dengi orqali sozda tranzaksiyaga o'tib, u yerda buni amalga oshirish mumkin. Kommentariya qismiga esa ushbu rasxod aynan nimaga chiqarilayotgani kiritiladi. So'ngra gatovo bosiladi. Shuningdek, qaysidir sabab bilan biror mijoz oldinroq qarzga savdo qilib ketib, shuni yopish uchun kelgan bo'lsa yoki shunga o'xshash vaziyatlarda bazaga ma'lum bir miqdordagi summa prixod qilinishi kerak bo'lsa, buni xuddi rasxod uchun pul chiqarish bajarilgandek tartibda amalga oshirish mumkin. Dastlab bu yerdan prihodni belgilab olamiz hamda kerakli summani kiritamiz. Taxminan 150 ming so'm. Kommentariya qismiga esa ushbu prihod aynan nimani evaziga kiritilayotganligi qayd etiladi. Masalan, biror bir klientning qarzi. Bunda kommentariyani hamma o'ziga kerakli ma'lumotlar asosida kiritishi mumkin. So'ngra gatovo tugmasi bosiladi. Bundan tashqari bozordan olib kelingan mahsulotlarni skladga kiritish kerak bo'ladi. Bu esa quyidagicha amalga oshiriladi. Skladga kirib, mahsulotlarning prihod qismiga kerakli miqdorlar kiritiladi. Bu yerni saqlanib qilib chiqib ketgandan so'ng qayta kirilganda esa prihod qilingan miqdor ostatikdagi miqdorga qo'shilgan bo'ladi. Shuningdek, tushlik vaqtida ofitsiantlar uchun ma'lum bir miqdorda ovqat minus qilish kerak bo'lganda yoki biror mahsulot sifatsiz holatga o'zgarganda va shunga o'xshash boshqa vaziyatlarda skladdagi spitsaniya orqali bularning miqdorini kiritish mumkin. Masalan, tushlik uchun ofitsiantlarga 2 ta pitsa berilgan. Uni spitsat qilish esa quyidagicha tartibda amalga oshiriladi. Bu yerga uning miqdori kiritiladi, kommentariyaga esa kerakli ma'lumot yoziladi. Masalan, tushlik uchun. So'ngra bu yer saqlanib qilinadi. Shu bilan bugungi smena yopilgunga qadar ushbu tartibda ish davom etadi. Smenani yopishdan oldin esa shu kungi ishlar, qabul qilingan zakazlar, prihod qilingan, spitsat qilingan tovarlar va ularning miqdori, qaysi tovar qancha miqdorda sotilganligi va qaysi ofitsiant tomonidan sotilganligi bo'yicha hisobotlarni ham ko'rish mumkin. Bu esa отчет bo'limi orqali quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Biz asosiy dasturga sistemni administrator sifatida kirganmiz hamda boyagi zakazlarni mana shu foydalanuvchi sifatida qabul qilganmiz. Shuning uchun ham ofitsiant ustunida ushbu foydalanuvchi nomi turadi. Shuningdek, bularning barchasini pechat tugmasini bosish orqali chop etish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari qaysi tovar qanday sabab tufayli prihod qilingan yoki spitsat qilingan bo'lsa, skladda boyagi tartibda kommentariyaga kerakli ma'lumotlar kiritilgan bo'lsa, kunning oxirida smenani yopishdan oldin buni ham ko'rish mumkin. Buning uchun dastlab skladga kirib, kerakli tovar belgilanadi. Masalan, 25 sm margarita pizzasi, so'ngra движение tovari tugmasi bosiladi va bu yerdan показать tugmasi bosiladi. Bu yerda mana ushbu tovar qancha miqdorda sotilgan, qancha miqdorda spitsat qilingan hamda ostatikda ushbu amallardan so'ng qancha miqdorda qolganligi hamda kommentariyada spitsat qilingan vaqtdagi kiritilgan ma'lumot ko'rinadi. Barcha ishlar yakunlangach esa smena yopiladi. Shu tariqa dasturdan kun davomida foydalanish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.